Xitoy ishg'olchilarining Sharqiy Turkistonda millionlagan kishini lagerlarga qamab olishi dunyo jamoatchiligining diqqatini tortayotgan bir vaqtda texmo vahshiy bir ish o'tirg'a chiqdi. Ko'k bayroq to'g'rining xabar qilishicha, ishg'olchi Xitoy Sharqiy Turkistonda musulmonlarning organlarini o'g'irlab, ularni halol odam organi talab qilgan arablarga sotgan. Bundan burun Avstraliyalik tadqiqotchilar Xitoydagi organ yetkash masalasi haqidagi tadqiqotida o'limga hukm qilingan mahbuslarning organlarining ularning roziligi ilinmasdan elib ilinganligini bayqagan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev istifa berib 3 kundan keyin Qozog'istonning ikki cho'ng shaharda namoyish o'tkazgan 10 necha nafar o'qituvchi qo'lga olindi. Muvaqqat prezidentlikka tayinlangan sobiq parlament boshlig'i Qazim To'qayevning o'rniga Nazarboyevning qizi Dariga Nazarboyevning saylanishi o'qituvchilarning tanqidiga uchirdi. Poytaxt Ostona va Olmutu shaharlarida to'plangan oz sondagi namoyishchilar Ostonaning nomining Nur Sultonga o'zgartirishiga qarshi ekanligini bildirishdi. Xitoyning sharqidagi Jiangsu o'lkasida zavodda portlash yuz berdi. Doirlar portlashda 47 kishining o'lganligini, 640 kishining yaralanganligini bildirdi. Bu xil voqealarning ko'payishi xalqning noroziligini qo'zg'amoqda. Xitoy raisi Xi Jinping mo aloqador organlar va doirlardan voqeaga jiddiy muomala qilib, saboq olishni talab qildi. Xitoy gazetining xabar qilishicha, 30 xildan ortiq ximiylik modda ishlab chiqariladigan bu fabrika bundan burun ogohlantirishga uchirgan va qoida tuzumga xiloflik qilganlik uchun jazolangan. İsrailya Golan egizligiga egilik huquq e'lon qilgandan keyin Rossiya prezidenti Putin jiddiy xavfsizlik yig'ini ochdi. Kremlin sarayining bayonotchisi Dmitriy Peskov yig'inda O'rta Sharqning navbatdagi vaziyatining muzokara qilinganligini bildirdi va rayondagi tamponsiz vaziyat va jiddiychilikning hal qilish musobaqasi bilan aloqador davlatlarning nomuvofiq harakat va bayonotlari bilan kuch kiritilmasligi kerakligini ta'kidladi. Afrikada yuz bergan aeroplan voqeasidan keyin Boeing shirkatining Indoneziya davlat aviatsiya shirkati bo'lgan Garuda Indoneziya bilan bo'lgan to'xtami bekor qilindi. Yaqinqi 6 yilda Boeing 737 Max'ga munosabatlik 2 aeroplan voqeasi yuz bergan bo'lib, jami 346 kishi qazo qilgan. 10 martda Efiopiyaning poytaxti Addis Abeba aerodromida yo'lga chiqqan aeroplan 6 minutdan keyin tushib ketdi. Aeroplandagi 157 kishining hammasi qazo qildi. O'lganlar orasida 33 davlatning fuqarolari bor edi. Doirlar bu voqeaning Amerikaning eng chong raqibi bo'lgan Xitoyning Amerikaga qarshi elib borgan iqtisodiy hujumi bo'lishi mumkinligini bildirdi.